Qaranglar, men 20 sevat üzüm üzdim. Endi birdam aram ilib olay. Aram ilib olay. Atdigan nashti qilmagan edim, qo'rsug'im to'xtamay ko'kravatdi. Mening mufut qo'limda jon yo'q, yerib o'layli dedim. Ömer, birinin bo'lmagansan? Qo'rsug'im ko'rildab ketdi. Ochliqdan o'ladigan o'xshayman. Tura, xeyli vaqt bo'lib qopti. Nashti qilib kelaylik. Tura. Xotin, ilk ishga gadaydan keladigan vaqt bo'lib qoldi. Bolani qo'yib nashti qilib olsin. Ma'qul. O'g'lim, tez qilib nashti qilib ol. Bola tez. He, tez bol. Bugun nima uchun buncha bola baldur nashti qilamiz? Men tushimda to'xop ochqi yavatatdim. Oppoq o'g'lim, ko'zingni och. Tez bo'l, ko'zingni och. Tezroq yegin bolam. Hali qishki gadaydan keladigan vaqt bo'lib qoldi. Tez bo'l. Sen Turdi, chiroyli kuningni maynat qilib atding-ku. sen nima deb mening saboqdashimni medikorlik yollaysan? Sening o saboqdoshlaring gaday tursa, ularni ishga og'inimizga ulatishimizga rahmat desa bo'ladi. Sen faqat dadangga o'xshamaysan, o'g'lim. To'g'ri deding xotin. Men sana dunyodagi eng tatli narsani tetib qo'yay. Bu maxsus podshohlar uchun tayyorlangan alohida darajalik asal. Dada, ben azraq tetib boqaychi, dada. Nima degan tatli. Pek tatlıken. Balalayısı aqlliq bo'ladi, ayollayısı chiroyliq bo'ladi, ha? Oy, akaslar. Pakiz Rahimullah. Qaraslar sening qilgan ishlarini. Bayxo'jam, biz üzümlarni üzüp bo'ldik. Biz yerib ketdik, qo'sog'imizni ichib ketdi. Tomoq yedigan vaqt bo'ldi. Tez kelib, dunyodagi eng Oy, otko'chilik qilma. Jigiram buni. Hocam, qo'mizakni tez chiqaversizlar. Bu chaplashib qoldi. Bular chaplashib qoldi. Oy, jon, nima qilibdilar deyman. Bayxo'jam, sizlar nima o'yin o'ynayapsizlar? Shuni qilib qo'ymay turib, nimada qaytib keldinglar? Bu degan zahar, yesa odam o'ladi. Sen bunu hasal da atmamdın. Ben yesem akıllık bulundan, apamiz çıraylık bulundan. Bayxo'jam, mening bir amalim bor. Qanday amaling bor? Dada! Bu qandaqmi yaxshi amal bo'lsin? Mening qo'sog'im ichib ketdi. Qo'sog'im ichib ketdi. Turinglar. Men sizlarga obdan yemeklik yap chiqib beray. Bu qandaqmi sho'rpa bo'lsin? Qaynoq suv ekan-ku. Cho'ylama. Uyingdagi qaynoq suv shundoq sho'rpa kamlikmidi? Mushuni berganimga xushal bo'lish.
Bu Bayxo'jam odamni bak bo'zaq qildi shuni. Qaynoq suvni ichib, ishni qandaqmi qilib bo'lsin, erib o'laydidan bo'ldi men qilmayman. Biz bayni bir adablab qo'yaylik. Qanaqa deysiz? Tez kelib ko'ringlar. Bayxo'jamni chiniq ochilari. Chiniq ochiladi. Chiniq bo'lmaydigan chiniq ochiladi. Tez kelinglar. Tegib kesilib qildigan chiniq ochiladi. Tez kelinglar. Ko'ringlar. Ko'sili bo'ladi. Ishlatga bo'lmaydigan chiniq ochiladi. Qochqichilar. Kelinglar, tutib bo'lmaydi. Ko'sili bo'ladi. Ha, tez ko'ringlar. Ishlatga bo'lmaydigan chiniq ochiladi. Ishlatga bo'lmaydigan chiniq ochiladi. Bu bozordagi eng qimmat, ammo qimmat yo'q chiniqachilar. Shunda. Tez elinglar, esil saq chiniqachilar. Tez elinglar. Oshum tashla. Nima qilishyapsan, ha? Oy, ey, qani qarab yiqinglar. Bu dunyodagi eng yaxshi chiniqachilar. Qani qaranglar. Qani ko'rib yiqinglar. Dunyodagi eng esil qachilar. Kiringlar. Menga ishlatmas hechdan bo'lmaydigan chiniqachilar. Mana ilinglar, saq chiniqachilar. Ilinglar. Sen nima o'yin o'ynayapsan? Nasırdin efendi. Ben işkinlağı bugün aldın ola iş hakkınlarını berip etay, ha? Bayxo'jam bugun nim bo'ldilar? Kun g'aribdan chiqqan o'xshamamdi. Men intayin rahimdil. Kelinglar, men sizlarga ish haqqinlarni beraman, ha? Bayxo'jam, o'zlariga ko'p rahmat. To'xta. Nasırdin to'xta. Sizlar menga yana bir kun ishlab bersanglar, men sizlarga 10 tanga beraman, qanday? Biz o'ylashib boqaylik. Yana bir kun 10 tanga qanday bo'ladi? Bo'ldi, hojat emas. Ma'qul. Qilaylik. Biz qilaylik Nasrdin, qilaylik. Yo'q. Ha? Bu degan 10 tanga tursa Nasrdin. Amal yo'q desang, bo'ptamisa? İlişib qaldılımı? Ular 10 tenge beremdilar. Kalalar təqət ipətdi bizini. Xotin, çaylı xotinam. Xotin xalboma. Asli işim mondaq. Ularni çok, ha? Seni bək aqıllıqçımı?